Hammaga assalomu alaykum. Bugun shanbadan yakshanba kunga o'tadigan kecha. Mana уже yakshanba kunga o'tdik. Bugun Comfort Plus'da soat 12 dan keyin чистый доход necha pul ishlasa bo'ladi ko'rsataman. Mana mo'y rayonni yoqib qo'yganman. Smena yopilguncha necha pul ishlasa bo'ladi ko'ramiz. Prioritetga ahamiyat bermaysizlar. Bu ona 1.55 bilan Comfort Plus 3 minut podacha. Ketdik, uchamiz, uchamiz. Gecelerde düşen ziya hayalin pencereme Ruh bir kış günüydü gözlerim neydi Video davomida yaxshi odamlar chiqsa, pozitivniy bir chiroyli bir voqealar bo'lsa qo'yib boraman hammasini. Yerlar muzlagan ekan. Bugungi smena yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Faqat yaxshi odamlar chiqsin-da ish qilib. Yandex faqat yaxshi zakazlarni berib tursa, вообще zo'r bo'ladi. Ham kassa, ham ish, ham настроение. Kassa ham yaxshi chiqadi oxirida. Qani. Birinchi klientga keldim. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть. Так, mana 36 minut bo'lib ketdi, yarim soat ko'rsatgan edi. Yo'lda gay bor ekan, reyd qilyapti. Ganim nimani 1,5 rubl qoldi yarim soatga. Mana zakaz bermadi. Ketdim endi sentrga qarab, sentrda zakaz ko'p. O'zi kechasi shunaqa zakaz kam bo'ladi. Itini oldim o'zi ham 1.7 koeffitsient bilan Comfort Plus tashadi. Yarim soatli yo'l. Bu aniq bu kamida 2000 bu. Kamida. Belarusский vokzal. Tak, shundoq burilganimizda klient turibdi. Bu to'xtash mumkin emas-ku? To'xtaymiz. Qani ekan endi bu odam chiqib tursa bo'lmasmikan deyman-da. Men kelishimga. Telefon qilamiz. Mariyak Chaykadan chiqsa kerak menimcha shu yerdan. Bu chiqayotgan mana ekan. Kelyapti. Tak. Ishda qiz. Втроем поместитесь или вперед можно тоже? Все хорошо. Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Yarim soat top kelib tashladim. Videoga olmasdan zakaz yozib boribman. Mana ikkita zakaz 2900 soat 1:47 minut o'tdi. Alohida respekt, 0 prioritet, вообще dahshat. 2 soat 3000 rubl. Yomon emas, o'ynab kulib sentrga qaytib ko'rsatay dedim. Atrofda zakaz yo'q payti. -1 gradus, yerlar muzlagan. Chiroyliligini qaranglar. Qor yoqqaniga, daraxtlarda muzlar, qorlar qotib qo'ygan muzlar. Yursangiz shukr etadi, qitir etadi, maza, qor, birinchi qor. Sovuq havo ham odamga yoqar ekan. Toza, nafas olsangiz muzdek, свежий воздух, toza havo. Biz chiqib ketmadik-ku, zakaz bermayapti. Biz ketamiz endi. Sentrga boramiz yana qaytadan. Sentrda ishlaymiz. Sentrdan zakaz olib qaytaveramiz. Ko'cha sovuqga mashinaning ichi issiq baribir. Qotib qoldim-a. Rayonni o'chirib qo'ydim, открытый ishlaymiz. Любой tushgan zakazni olib ketaveramiz. Bu tochkasi ko'rinmasa ham. Agar chetga chiqazaversa, zakaz tushmasa, sразу ortga qaytamiz sentrga. Sentrda zakaz ko'p. Shunda ham ko'proq pul ishlaymiz, ham kamroq vaqt yo'qotamiz. Yo'llarda probka yo'q, bemalol bosib sentrga borsa bo'ladi.
Mashina benzin ham ko'p yemaydi, probka bo'lmagan payti, yo'llar ochiq. Qiziq voqea bo'ldi. Restoranga kelib saboy ovqat olib ketmoqchi edim, bagajga tashlab qo'yardim. Odatiy holda qornim och qolganda yerni kelsam, yopiq ekan, ikkita qiz bitta karsharingda o'tirishibdi, bitta adresga borishni olmayotgan ekan. O'sha adresga olib bor, orqangdan mashinani haydaymiz dedi. Hozir olib ketyapman, navigator 15 minutlik yo'l ko'rsatdi, 800 rubl berdi. Varshavskiy shosse bo'yicha ketyapmiz. Mazza qilib qo'shni eshitib ketyapman. Orqamda kelyapti. Bo'p kelyapti. Dum mana faralari tushib turgan mashina meni orqamdan kelyapti. Pulini oldik, tashiymizda qaytamiz. O'zi Moskvada navigatsiya 2023-yildan beri ishlamay qolgandan beri shunaqa. Taksi chaqirishadi, o'zlarining mashinasi, taksining orqasidan yurishadi. Chunki o'zlarining navigatsiyasi bilan vashi ko'rsatmaydi. Adashib qolishadi. Meni olib kelib tashladim. Mana bu mashina carsharing taksiga kelibdi. Nimaga kelgan? Hech tushunib bo'lmaydi. Qara olib kelib tashladim. Bo'ldi, endi ketamiz. Kalsolada aylanib endi ketayotdim. Zakaz berib qoldi, yaxshi ham uspet qilib CSga kirib oldim. Здравствуйте, можно, пожалуйста, к музыке сразу подключиться, чтобы вот мы когда не ехали, а то она не подключится. Все, хорошо. По Bluetooth, пожалуйста. Да, подключайтесь. Taksi aka bilan ko'rishib, ko'za sho'rva ichib maza qildik. Вообще qorin to'ydi, g'am ketdi. Вообще sho'rvasi zo'r ekan. Shu payt zakaz ham oldim. Вообще zakaz iti tushdi, men sizlarga ko'rsataman. Mana Comfort Plus zakaz booster bilan qaytgansizlar Pushkinoga ekan. Вообще bor, zo'r. Bir to'g'ri koeffitsient bilan tushdi. Bo'lsa 2000 pul chiqazadi mana shu ham. Вообще zo'r. Juda platное ожидание ketdi. Yo'q, hali chiqqani yo'q. Klient bo'ylab o'tiribman. Mana shu podyezddan chiqish kerak. Qachon chiqargan endi? Bolasini kiydirib olib keldim deyman-da. Да, Pushkino, да. Ребенка нет что? А, это бустерды bekor olib qo'yibman. Все, поехали, да? Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне.
Девушка. 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 Алло. Девушка. Блядь. Девушка. Девушка. Блядь. Девушка. Девушка! Вы живы? Вы меня испугали. Приехали? Да. Вам здесь? Ну, все, приехали. Выходить будете? У меня заказ просто другой, я должен ехать. Вот этот рычаг. Да, вот. Все. Вещи только не забываем. Нет. Вот этот. Вот, теперь открылся. Ну мы же едем туда, в Пушкино. Мы в Пушкино приехали. А, господи, точно, прошу прощения, мы уже приехали. Да, мы уже на месте. Нет. Вот этот. Все в порядке с вами? Да, все в порядке. А что так глючите или что, устали? Спасибо большое. Ой, вещи. Yomon qo'rqitib yubordi, o'lib qoldimi deb o'ylabman mashinamda meni. Tirik ekan. Tavba qildim, astag'firulloh. Короче, 2231 minut. 2274 bilan o'zim. Короче, hozir yana детский kreslo bilan zakaz oldim. Yerga boramiz. Yaxshi zakaz bo'lishi kerak. Bolali odamni o'zi yo'q. Bitta qanaqadir menimcha ko'p bo'lsa kerak. Ichishga borar ekan, yubileyni улица вообще zo'r. Как раз shu tomonga borishim kerak edi, Moskva tomonga. Ishkalla bilan, ishkalla yo'q. Qotib qopti-yu, qiz вообще qotib qopti. Если я потеряю телефон, меня мама убьет. Точно? Сейчас, брат, подожди, сейчас машина подъедет, на девчонку. Да, я погреюсь, брат. Грейтесь. А как это извиняюсь? Да, Только ручку. Холодно стало, нахуй. А можно музыку, пожалуйста? Конечно. Эй, алло, связи снова нету. Этот холод твой игнорит лето. Не читаю, пролистаю ленту, а ты читаешь, но без ответа. Мечтаю увидеть тебя здесь, но считаю тебе лучше без. Я останусь в этом грустном дэнсе, больше так не смогу запеть. Полупьяный, полумокрый дождь, твои слезы плавят мою ладонь. Сам не знаю, уже пою о ком. Ты разная вся, как калейдоскоп. Ты палишь мои шаги, кучу звонок. Мою любовь. Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю банкаду. Весна, а я пуста, как и мой брат. И никаких нас больше нет. Но ведь ты себя загнал, опять упал. Типальный твой угол все подорвал. Ты палишь мой коп. Ты палишь мокрый, как мои. Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю банкаду. Весна, а я пуста, как и мой брат. Оставь меня на тебя. Пацаны, go. Мне очень жаль твою маму и девчонку. Я ревную, правда, я же отпустила. Начнешь опять издалека.
Просто музыки нет? А люк открывается? Не надо, куда люк? Пожалуйста, я аккуратненько. Ты держи. Все твои романы, тяжелый вид спорта. Каждый бывший выводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, тебе любовь по твоей вине. Зарится один взгляд. Выдох, мальчик, дыши, ты не так уж и плохо. Этой ночью все так круто, так аутентично. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Не забудь запись, Вот это сюда понял, налево. я по твоей вине. Зарится один взгляд, белёный монстр в спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал, а как он стесняет. Это кто-то за меня. Обещает быть с тобой, обещает целовать тебя по утрам, обещает быть с тобой, умирать в твоих руках, обещает быть с тобой, открывать сердце. Просто 2000 нормально. Без тебя, без меня. Все, пожалуйста, спасибо за концерт. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Так, olib kelib tashladim. Ketishdan. Tak, 1157, lekin men bulardan 2000 rubl oldim. Yarim soat uchun. Как раз keyingi zakazimiz ham shu yerdan edi. Normalniy pul oldim, ham o'zim kayfiyatim ham ko'tarildi. Yo'q emas. Yaxshi pul oldim, yarim soatga 2000. Tak, 900 rubl chivi berdi. 900 rubl chivi. Zo'r yaxshi chivi oldim bu zakazdan. Arziydi. Detskiy tarif bilan olib keldim, ham qimmat, ham chivi oldim, vasha zo'r. Arziydi puliga. Qancha bu yarim soatga qoldirmay keldim. Qani na место bo'lsamiz, qayerga borar ekan ko'ramiz hozir. Comfort Plus ga. Voy, ertalabdan Sheremetyevo'gami? Xohlamas edim, конечно. Atmena qilsam endi zakazni yopib qo'yishadi. Iloji yo'q, olib boramiz hozir. Bagajniki bilan chiqsa kerak yo'q menimcha. Mayli, qaytib kelamiz Sheremetyevoda yoki zakaz qilib. Qaytib kelsak kerak. Onda, mayli. 1500. Yarim soat. Спасибо за поездку. 40 metr. Ochil sim. Hop. Gapimga quloq soladi. Oynani rasvosi chiqdi, lekin bor, suv sepmagan. Suv qotib qoldi. Zakaz oldim 1.2 koeffitsient bilan, kreslo bilan, detskiy tarif. Tak, keldim. To'rtinchi pod'ezd ekan, qo'yib qaytib. Yana Sheremetyevo'gami? G'oz keldim kushadan-a. Hisoblarim buziladi, men shunaqa qilib borib. Aynan atmasa, shu ko'rib bo'lmay qoldi shiko'ra. Sheremetyevo boshdan qoldi. Ertalabdan yedi umrimni Sheremetyevo. İçeriye suyundan to'kayapman. Barjomi. Men sen ich, sen to'y. Sen to'y. Oyna toza bo'lsin ish qilib. Ko'zim ko'rmayapti meni. Chiqib kelyapti billatga. Все, удобно сели, расположились, можете там откинуть. Kelib tashladim, mana уже kirib ketishyapti. Aeroport Sheremetyevo, terminal B. Navbat bilan o'zim
qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni Aeroport. sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda Saat 8:10 уже men hali ham aeroportda yuribman. Provodnik berdi aeroportga. Comfort Plus yarim soat ko'rsatyapti. Qani boricha aeroportdan zakaz olib chiqib ketamiz. Moskvada boru koeffitsient pishti bo'lib yonib turibdi-da. Endi bez zakaz bu yerdan chiqib ketish. Yolg'onchi Yandex aldab chaqirib oldi meni. Mana уже 1 soat ko'rsatyapti Comfort Plus. Deski 45 minut. Вообще dabdala, вообще ketish kerak edi bu yerdan o'zi. Mana Moskva shunaqa yonib turibdi. Nima qilib men bu yerda o'tiribman o'zi, men hayronman. Hozir ketaman men. Zakaz bermasa. Koeffitsient yonib turibdi-da, mana Moskvada boru. Men koeffitsient yo'q joyda yuribman Shermetovada. Yana zakaz kutib qo'ymanga nima bor edi bu yerda o'zi? Degan odam yo'q. Shuncha hozir zakaz Moskvada mashina yetishmayapti. Men esa Shermetovada bekar vaqt sarflab. Havo вообще zo'r bo'lyapti. Hamma yoq qor, oppoq, ham quyosh chiqib ketdi, ko'zni olyapti. Короче, meni rosa aldashdi aeroportda. Juda rosa ham aldab ko'timga deb borishdi. Kelyapman. 2 soat vaqtim yo'qotdim, o'chiritda. Hozir endi Moskvaga borib ishlaymiz. Koeffitsient yonib yotibdi Moskvada. Men esa yuribman. Hozir borib ishni qilamiz. Keldim, na место qilamiz. Qayerga borar ekan? Оплата наличными ekan. 3 vokzal. Yaxshi pul chiqazadi. Примерно где-то 1,5 mingdan balandroq chiqazadi menimcha. Koeffitsient yonib turishini. Alo. Endi tezroq chiqa qolsa bo'lmasmikan? Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой. Я такая, все, что добиваться будешь бой. Sigma boy. Шкот. Сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма бой. Я такая, все, что добиваться будешь год. 2000 yarim soatga qoldirmay olib keldim. 2000 rubl berdi. Zumrashasi hamma yog'imni bosib, tepkilab, paroklarni tepib, miyamni og'ritib tashladi. Bizda yengillik prioritet снижен. Конечно, men 2-3 ta zakaz o'tkazgan edim. 2,5 soatga. Assalomu alaykum. Tarif tushunisi yomon-da. Miyani egovlab boradi kelguncha. 1,5 soatdan beri shuni blokini ochilishini kutib o'tiraman. Mana 10 minut qoldi. Kassa почти 10 minut bo'lmabdi ham. Shunda to'xtab qoldi. Yonib turuvdi уже koeffitsient ham yo'q уже. Mayli, zato bugun probka yo'q ishlaymiz. Shermetova umrimda yedi-da bugun. Aeroportda o'tirdim. 2 soat vaqtimni yo'qotdim. Bu yoqda blok qilib qo'ydi. 2,5 soat vaqtimni yo'qotdim. Короче, в общем 5 soat havoga uchib ketdi. Keldim, hali chiqmagan ekan, hech kim yo'q. Buni ham kutib o'tiramiz, где-то 5-10 minut vaqt sarflab. Paka bolasi bilan Balashxaga ekan, mikrorayonga. Obbo. Mayli, boramiz, iloji yo'q. 22 minut. 1220. Вообще zo'r shokolad. Yana bitta zakaz oldim. Comfort Plus 6 minut podacha. Уже kelib qoldim. Keldim, na место qilaman.
Tak, qayerga borar ekan birinchi navbatda ko'ram. Улица 4-liniya 8 minutlik yo'l ekan. Вообще gap yo'q. Karatish zakaz 450 rubl. Tak, yarim soatga 1000 rublga olib kelib tashladim. Charchadi odam. Damoyni yoqamiz, damoy knopkani yoqamiz, uyga ketamiz. 13700 kassa bo'pti. Smena yopilmadi, to'liq smena ishlay olmadim. Yandex blok qilgancha o'zi plan bo'yicha ishlamoqchi edim. O'xshamadi. 14 ming deb hisoblaylik. 14 mingdan 4 ming arenda ayiraman, 2000 benzin ayiraman. 1000 so'm ovqatlandim. 7000 rubl pul ishlabman. 7000. 7000 pul ishlagan bo'lsam, nimagadir men balansim 10000. Ajab, damoyga zakaz berdi-yu. Akras uyga bekar ketmaydigan bo'ldik. Uyga 3700 kassam endi 14000 rubldan bo'ladi. Bugun ish yaxshi bo'ldi. Kechasi ham kayfiyatim yaxshi ishladim. Bunaqa yomon odamlar chiqmadi. Kunduz kuni ham yomon odamlar chiqmadi. Yomon zakazda o'zi bo'lmadi. Hamma zakazlar yaxshi bo'ldi. Yaxshi pul ishladim. Xudoga shukr, barakasini bersin. Endi uyga qaytyapman. Kechasi soat 10:30larda chiqqan edim liniyaga. Mana 10:30dan beri qancha vaqt o'tdi? Где-то 16 soat ko'chada yurgan ekanman, o'sha 16 soatdan beri. 16 soat ko'chada, aeroportda ko'p vaqtim ketib qoldi. 2 soat aeroportda o'tirdim. 2,5 soat Yandex blok qo'ydi. Ko'chada 2 marta choy ichdim. Unaqa ko'p vaqt ishlaganim yo'q. Ko'chada bekarchi ko'p vaqtim o'tib ketib qoldi. 6,5 soat vaqtim ketibdi bekarga. Qolgan payt ishda bo'ldim. Shuning uchun ham Yandex blok qilgani yo'qdi. Shuning uchun to'liq smena ishlay olmadim. Ko'chada vaqtim ko'p o'tdi, lekin ishda ko'p vaqtim o'tmadi. Hamma vaqtim